Xola, mana patrizdan borib, to'rttadan qilib alohida ikkita salafanga solib bering. Rahmat, xola. Bu namuncha ko'pni olding, nima qilasan shu uchun? O'rta, mana to'rttasini senga oldim. Erkak kishi uyga nimadir ko'tarib kirish kerak. Aka, ketaman. Qaq ketyapsan? O'rtog'im oldin ketaman. O'rtog'im deysan, ertaga boshingni tushsa ko'rasan shu o'rtog'ingni tashlab ketishini. Aka, ne unaqa deysiz? O'rtog'im unaqa bola emas, addishga beradigan bola. Ko'ramiz, qani, vaqt o'tsinchi. O'rtoq tuzumni sanchamaysan. Puling bormi oldingda? Bir 350 ming, 400 ming kerak bo'ldi. Men 450 ming bor. Sizlar o'rtoq ko'rsangiz bo'pti. Aka, krossovkalaringiz вообще zo'r ekan, a? Mana shu krossovkangizdan 40 razmerda ikkita bormi, aka? Bor aka, hamma razmerlardan qilib beramiz. Unda beravering menga. Qo'lingga nima olding? Aktual brenddan yaxshi ko'rgan krossovka oldim, o'rtoq, kiyib yurasan. Voy, men ham senga o'rtoq sportivka oldim. Men senga necha marta aytdim o'rtog'ingni tashlab ketadi. Mana boshingni tushdi, nima bo'ldi? Yo'q-ku mana o'sha o'g'ing. O'rtog'imga hali aytganim yo'q, aka. O'rtoq, nimaga boshingga shuncha eshitdi? Biroz aytmading menga. Men pulni olib qo'y. Qayerdan olding buni, o'rtoq? Mashinamni sotdim. Emas, o'zingga kerak-ku. Sen qarzdor bo'lsang, men qanaqa mashinada yuraman, olib qo'y og'ayni. Sizga qaranglar, o'rtoqlar, har qanaqa vaziyatda bitta podeshka qilgan o'rtog'ingiz bor-a? O'shanga tarqatib qo'yasiz. Storiga qo'yib, atmakka qilsangiz chiqmasin. Rahmat.